Bilasiz, men reproduktolog bo'lganligim sababli menga keladigan patsientlarni statistika qilib ko'rdim. Menga keladigan patsientlarimizning 80% asosan bepushtlik muammosi bilan, 15% estetik muammolar bilan, ya'ni intim toraytirish, labioplastika, kondiloma, papilomalarni kuydirish bilan, qolgan 5% turli xil kasallar, masalan, hayz buzilishi, qon ketishlar, kliniksidagi muammolar bilan murojaat qilib kelishar ekan. Bepushtlikni o'zini qaraydigan bo'lsak, 50% ayollarga bog'liq, 50% esa erkaklar omili hisoblanadi. Xayrli kun azizlar, bugun dushanba, juda ham og'ir kun bo'ldi va sermazmun kun bo'ldi. To'g'risini aytaman, charchadim. Lekin bemorlarimni rahmat doktor degan gapi menga yana ham kuch bo'ldi. Va kunimda oxirida o'zimga bir savol berdim. Bugun bitta bo'lsa ham oilani farzandli bo'lishga yaqinlashtira oldingmi? Ha degan javob bersam, demak, kunim bekorga o'tmabdi. Yaxshi kayfiyat tilayman barchangizga.